Ctrl Z qilamizda not X olib borganingizda to'g'risida kelish kerak edi. Demak, monolit mana shu joy ochiq bo'lishi kerak. Qolgan joylariga siz bemalol plita qo'yaverasiz. Bemalol ikkita plita qo'yib turib, mana bu ozgina joyda monolit qilsangiz bo'ladi. Siz chiqqaningizdan keyin mana shu joyda shu 1.20 lik joy bo'lishi kerak-da. Yoki mana bu burilayotgan studenkalar bo'lsa, bundoq burilishi kerak. Bitta ma'lumotni 2 marta berib yormanglar. Shundoq ham juda ham o'lchamlar ko'payib ketib qoladi, to'g'rimi? Qanday formalarni markazini siz ko'rsatib ketishingiz kerak bo'ladi. Ketishingiz kerak, sizga aynan mana shu vaziyatga kelganingizda bu o'lcham juda kerak bo'ladi. Ketdi, nima ma'lumot kerak? Bu yoqdan mana bu joygacha bo'lgan masofa kerakmi sizga? Keyin mana bordyori ba'zilar ichkaridan, ba'zilar misol uchun tashqaridan, ba'zilar buni ham qalinligini alohida oladi. Tartibsiz turmasin, mana bular misol uchun ustidan kesishib o'tmasin. Bo'sh joyga olib qo'yasizlar. 1 metrdan keyin boshlanibdi. Общий 600, bu yerda 900 qoldirilgan ekan. Bu yerdan bu yoqqacha общий o'lcham. Xo'p, eniga necha metr? Buni ham sig'dirib berishimiz kerak. Faqat bo'sh joyda hisobini oling. Mana. Topdimmi?